Töhbikar neşriyatçı Abducelil Turan efendimni tebrikleymen. Muhammed Yusuf. Kitap adamlarning bilmaganlarini o'rgatadigan, madaniyat sapasini o'stiradigan, bilim va tushuncha ufuqini kengaytiradigan ajoyib foydali xazinadir. Kitap va kitob o'qish ilm ma'rifat hosil qilishning eng asosli vositasi bo'lgandek, kitob barcha ilm ma'rifatning unvonidir. Dinimiz kitobga va o'qishga zo'r ahamiyat berganlikdan payg'ambarimizga tunji vahiy o'qu degan amr bilan boshlangan va Qur'oni Karimning beshida Dalikal kitabu, ashu kitob deb kitobning qimmatiga ishorat qilingan. Kitob inson hayotida muhim bo'lganligi uchun kitob o'qiy oladigan insonlarning intayin ozligiga qaramay payg'ambarlarga kitoblar tushirilgan. Kitobni qadrlash o'zini qadrlaganlik bo'lib, kitobni qadrlagan va uningga bog'langan odamni kitob yuqori ko'taradi. Uningga martaba ato qiladi. Chunki tariximizda ulamo, ziyoli, puldor va mashhur kishilardan minglarchasi o'tgan bo'lsa-mu, ularning ichidan biror kitobchaqliq asar qoldirganlarining nom nishonasi zamonimizga qadar yodlanib kelmoqda. Mahmud Koshig'ari, Yusuf Xos Hojib, Adib Ahmad Yuknaki, Navoiy, Abduqodir Damullam, Muhammad Amin Bug'ra, Abdurahim O'tkir, Zo'rdin Sabir qatorliqlar shularning jumlasidandir. Misrlik mashhur shoir Ahmad Shavqi bir beytida mundoq degan: Ana man baddala bil kutubis sahaba lam ajid li wafiyan illa kitaba. Kitobga tegishgan odamman do'stlarni ko'rmadim uningdan o'zga bir vafodorni. Kitobga atalgan umr. Yaqinda Töhbikar nashriyatchi Abducelil Turan efendimni taqdirlash faoliyati o'tkazilgan bo'lib, bu faoliyat nihoyat yaxshi bo'ldi. Abducelil Turan efendimning ba'zi ish izlari tonishtirildi. Ondan uningga to'n kiygizib, hurmat bildirildi. Aslida Abducelil Turan efendim teximiz ziyodasiga haqliqdir. Chunki bu kishi millatimizning safosini ko'taradigan, dinni o'rgatadigan, ularni ajdodlarga bog'laydigan va dunyoga tonitadigan nurg'un qimmatli asarlarni to'plab, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga yetkazganning sirtida ko'plagan muhim asarlarni o'zi yezib nashr qildirgan va boshqalarning asarlarini besib keng tarqatgan bir muhim shaxsdir. Mayli dinda yoki fanda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilardan nurg'unlari Abducelil Turan efendimning moddiy va ma'naviy yordamiga erishgan. Yana dunyoning har qaysi maktablaridagi o'quvchilarning Uyg'urcha kitoblarga bo'lgan ehtiyojini qondirib kelgan bu shaxs ulardan hech bir haq talab qilmay, pochta haqqini o'z yenidan to'lab kitob silib berish orqali ularning chunqur hurmatiga va sevgisiga erishgan. Men Abducelil Turan efendim bilan tanishgandan beri uning Zaytunburnidagi uyining barliq musofirlar, xususan o'quvchilar uchun hamisha ochiq bo'lganligini bilaman. Merhum Muhammed Abdullah Mahsum Hacim hayat vaqtidami u uy musofirlardan va mehmonlardan xoli bo'lmaydi. Biz savoqdoshlarimiz bilan Misrdan ta'tilga kelgan chaqlarimizda udul shu uyga tushayotdik. Peqir Qozog'istondan, keyin Saudiya Arabistondan kelsammu, oilam bilan darhol shu uyga tushayotdim. Abducelil Turan efendimning vafodor rafiqasi Jamila Gul xonim musofirlarni qo'ndirishdan, ularga tamoq hozirlashdan zerikib qolmaydi. Mehmonlarni hamisha chiroyi ochiq tabassum bilan qarshi oladi. Uyg'ur kitobchiligida misli ko'rilmagan bu shaxs aktivligi, tirishchanligi va fidokorligi bilan o'zining ikkinchi umrini yaratgan bo'lib, millatimiz uni hargiz unutib qolmaydi. Keyingilar cho'qim aslaydi. Abducelil Turan efendim kichikdan boshlab diniy ilmlarni o'qigan va har sohadagi kitoblarni ko'p o'qish orqali o'zini har tarafdan yetishtirgan bir ilm ahli va ziyolidir. Uning 8 tomlik Uyg'ur ensiklopediyasini o'zi yolg'iz yezib chiqib, nashr qilganligi va yana nurg'un asarlarni yozganligi buni isbotlab turibdi. Kitobxonalarimiz qo'llashga muhtoj. İstanbulda tunji bo'lib kitobxona ochgan kishi Abducelil efendim bo'lib, barliq muhim kitoblarni vatandan, ba'zi arabcha asarlarni Misr va Saudiya Arabiston qatorliq joylardan akeldirgan edi. Türkiye ichidagi va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bu kitobxonadan uzluksiz foydalanib keldi.
Shuningdan keyin İstanbulda kitobxonalar ochilishga boshladi. Natijada Zaytunburnida 2, Sapako'yda 2, jami 4 kitobxona ochilib, xalqimizga xizmat qilgan edi. Ammo afsuski, bu kitobxonalardan ikkisi taqilib qoldi. Buning sababi iqtisodiy jihatdan qo'llashning bo'lmaganligi va kirimlari, chiqimlarini ko'tarolmaganligidan bo'ldi. Hozir Zaytunburnida 1, Sapako'yda 1, jami 2 kitobxona qoldi. Bu kitobxonalar keng xalqimizning moddiy jihatdan qo'llab berishiga muhtojdir. Bu kitobxonalarni oyoqda tutishning yo'li qo'llashning eng yaxshi yo'li ko'p kitob setib olish va xolisona yordam qilishdir. Kitob setib olib boshqalarga hadiya qilish bizning ajdodlarimizdan kelgan qadimiy go'zal odatdir. Savob tepishni xohlamsiz? İstanbuldagi Uyg'ur kitobxonalari taqlib qilish xavfi oldida turmoqda. Ularni qutqizib qelish yanada biz Uyg'urlarning qo'lidadir. Bu bizning diniy va milliy burchimiz bo'lib, savobi ibodat bilan tengdir. Chunki Uyg'urlar dunyodagi butun millatlar ichida islomdan iborat birli dinga e'tiqod qilgan, hammasi musulmon sanaladigan yagona millatdir. Hamda bu millatning vatani bo'lgan Sharqiy Turkistonmo islom diyorining bir parchasidir. Shunga bu millatning o'z dinini o'rganishi, milliy meroslarini qo'g'dishi, ajdodlarining irodasiga varislik qilishi, har tarafdan o'rganib, o'zini yetishtirishi, farzandlariga o'z vatanini tanitishi, ona tilini o'rgatishi, navbatdagi vaziyatini dunyoga anglatishi va o'zini qutqizish yo'lida besilgan har bir qadam jihad hisoblanadi. Bu ishlar ibodatning savobini qozondiradi. Chunki musulmonni va musulmonning vatanini qutqizish yo'lidagi barliq harakatlar dinimizda Alloh yo'lida qilingan jihad hisoblanadi. Shunga diniy kitoblarni bostirishga va madrasalarni mangdirishga pul bersa savob bo'ladi. Ammo Uyg'urning tilini va axloqini o'rgatadigan, ajdodini, madaniyatini, milliy an'anasini, tarixini, jug'rafiyasini tanitadigan, dardini va davosini anglatadigan kitoblarni, gazet jurnallarni nashr qilishga pul bersa savob bo'lmasmikin deb o'ylash nadonlik va dinni tushunmaganlikdir. Bir musulmonning xalqining mavjudligini saqlab qolish yo'lida etilgan har bir qadamida jihodning savobi bor. Shunga mayli diniy yoki diniy bo'lmagan har qanday kitob Uyg'urlarning o'zini qutuldirishga foydali bo'ladi ekan, u kitoblar qimmatli kitobdir. Uni nashr qilishga yordam qilish savobli amaldir. İstanbuldagi kitobxonalarni saqlab qolish biz Uyg'urlarning qo'lidagi ish bo'lib, kitob setib olish yoki xolisona yordam qilish orqali qo'llab bersak saqlanib qoladi. Agar korimiz bo'lmasa, kitob setib olmasak yoki yordam qilmasak, bu kitobxonalarmo burunqidek taqilib qoladi. Natijada ziyon yanada millatimizga bo'ladi. Buningga ko'z yumishga vijdonimiz yo'l qo'yarmi? Suv ichganda quduq qazg'uvchini unutmang. Abdujalil Turan apandim bilan tanishganimga 38 yil bo'ldi. Shu vaqtdan e'tiboran bu kishining yordamiga va g'amxo'rligiga erishib keldim. 1986-yili 9-oyning 6-kuni biz 13 kishi Qohira shahriga yetib borganimizda Abdujalil apandim bizni qizg'in qarshi elib mehmonxonaga o'rinlashtirgan va rasmiyatlarimiz tugab biz maktabga o'rinlashganga qadar bir qancha oy bizga arab tilidan dars bergan edi. Gerçi men ana vatanda arab tili o'qigan bo'lsam-mu, bu tilga hech ichilolmagan edim. Shu chaqda Abdujalil apandimning Al-Mulakhas fi Qawaid al-Arabiyya nomli asrini o'rgatishi natijasida oz vaqtda bu tilni o'rganib ketdim va Azhar bilimgohiga imtihon berib, to'liq o'ttirning 1-sinfiga chiqdim. Abdujalil apandim bizni yanada tashlab etmay o'qitib turgan va ehtiyojli kitoblarimizni o'z xarajati bilan elib bergan edi. 1993-yili biz 9 kishi Azhar universitetini bitirib diplom oldik. Shu yili vatanga berib, o'qisinglarimga islom aqidasidan dars berdim. Yozliq ta'tilning tugishi bilan ular hammasi maktablarni boshladi. Men bo'lsam Istanbulga qaytdim. Vatanda boshlagan darsimning davomini yezib, vatanga avatadigan bo'lib tayyorladim. Ondan Abdujalil apandimga bir daftar holatida topshirganimda, u kishi bu daftarni o'qib chiqib, bu obdan bir kitob bo'lib qolgudek dedi va menga uni to'liqlab kitob qilishimni tavsiya qildi. Shunday qilib 6 oyga yaqin vaqt ichida Islom aqidalari nomli asarni yozgan bo'ldim. Shu asarning nashrdan chiqishi bilan o'zimga to'liq ishondim va asar yezishni to'xtatmadim. Allohning iltifoti bilan hozirgacha 31 asrim nashr qilingan bo'lsa, men oldi bilan Alloh taologa, ondan Abdujalil Turan apandimga qarzdorman.
Tafsir Cevherleri namlı 10 tomluq tafsir əsriminin ro'yobga chiqishidimi Abdujalil Turan apandimning cho'ng roli va ajri bor. Chunki men 2002-yili Saudiya Arabiston radiosi Turkiston bo'limiga diktor bo'lib kirganimda, kunlik anglitishning beshidagi Qur'oni Karim tafsiri namli programmani o'z ustimga olgan va shu kundan boshlab kunda 15 minutlik tafsir programmasi hozirlashni boshlayotgan edim. Shu chaqda Abdujalil Turan apandim menga At-Tafsirul Wadih namli tafsirni avatib berdi va shu tafsirdan foydalanishimni tavsiya qildi. Tafsir programmasi tayyorlashni shu tafsirdan boshladim. Şunun bilan birga klassik va zamonaviy tafsirlardan 15 tafsirni asos qilib, 14 yilda 10 tomliq tafsir javharlarini tamomlab chiqdim. Ondan Abdujalil Turan apandim uni 4 nusxadan ko'paytib, Qozog'iston, Misr, Turkiya va Saudiya Arabistondagi ulamo qarindoshlarga, ondan tilshunoslarga avatib o'qitib berdi. Hozirmi menga qanday mavzularda kitob yozish haqida o'zining qimmatli taklifini berib kelmoqda. Men Abdujalil Turan apandimning menga qilgan bu yaxshiliklari va yordamlari oldida uningga Alloh rozi bo'lsin deyishdan go'zal bir so'z topolmayman. Amaliyotda Alloh rozi bo'lsin degan so'z chin yurakdan aytilsa, bu hargizmi oddiy so'z emas. Chunki Alloh sizdan rozi bo'lganda sizning din va dunyolik hamma ishingiz muvaffaqiyatli bo'ladi deganlikdir. Oxirida Abdujalil Turan apandimga va oila a'zolariga zo'r tan sog'ligi, barakatli umr, dunyo va oxiratlik baxt saodat tilayman. Muhammad Yusuf 2024-yili 12-oyning 31-kuni